masala shartlar o'qib chiqqan bo'lsangiz, demak boshladik. Bizga 4 xil DNK bor. Shu 4 xil DNKdan demak ularning uzunliklari 1,5, 2,5, 3 va 1 nisbatda uzunlik berilgan. Va biz bu nisbatlardan foydalanib turib, biz bu uzunliklarni nisbatlarga aylantirib olishimiz mumkin. Ya'ni birinchi DNKni 2 barobar ko'tarib 3x, 5x, 6x va 2x sifatida qarashimiz mumkin. Birinchi DNK, ikkinchi DNK, uchinchi DNK va to'rtinchi DNK. To'rtinchi DNKmizda masala shartida biz uni 2x deb belgilab oldik mana. 2x deb belgilaganmiz yuqorida. Va shu to'rtinchi DNKmizda 30% adenin mavjud ekan. 30% adenin bo'lsa, demak o'z-o'zidan 20% guanin mavjud bo'ladi. 2ximiz 100% da 30% dagi adenin, 0,6 ga 20% dagi guanin esa 0,4x ga teng bo'ladi. Va bizga bundan tashqari masala shartida adeninlarning nisbatlari berilgan. 2, 3, 4, 1 nisbatda adenin nisbatlari. 4-DNKda 0,6x adenin bor. Mana bu. Birinchi DNKmizda. Shu 4-DNKmizda 1 nisbatda. Birinchi DNKmizda esa adenin 2 nisbatda turibdi. Demak, o'z-o'zidan demak birinchi DNKmizda adeninlar soni 1,2x ga teng bo'ladi. 1,2x adenin bo'lsa, demak timinlar xuddi shuncha bo'ladi. Demak adenin bilan timinlar soni jami 2,4x ga teng bo'ldimi? Va biz birinchi x'imizdan DNKmizda 3x bilan belgilaganmiz mana bu. 3x bilan belgilab olganmiz mana. 3x dan ayirib tashlasam 0,6x qoladimi? 0,6x'imiz bizga demak guaninlarni hamda sitozinlarni beradi. Biz bilamiz guanin bilan sitozin soni teng. Va masala shartida bizga 45 ta vodorod bog' bergan. 45 ta vodorod bog'. 45 ta vodorod bog'imiz ikkita guanin sitozindan 3 ta vodorod bog' chiqsa, 45 ta vodorod bog'imiz nechtadan chiqadi desak, 30 ta guanin sitozindan chiqadi tushuntirganmiz. Ya'ni 30 ta guanin sitozindan. 30 ta guanin sitozinda demak 15 tasi guaninga tegishli bo'ladi va guanin necha foiz? 0,3% ga teng. Biz birinchi DNKmiz 3x bilan belgilaganmiz-ku. Jami 3x da jami nechta nukleid bor desam 150 ta nukleidga chiqadi. Demak, birinchi DNKmizda 150 ta nukleid bor. Va endi bizda nisbatlar bor. Birinchi DNK 3x, 5x, 6x, 2x. Birinchi DNKmiz 150 ta bo'lsa, o'z-o'zidan bu 250 ta. Uchinchimiz 300 ta, to'rtinchimiz esa 100 ta nukleidga ega bo'ladi. Ya'ni jami nukleidlar soni esa demak 800 ta. Va bizda masala shartida guaninlar soni so'ragan hamda umumiy vodorod bog'lar soni so'ragan. Biz nima qilamiz? Bizga guanin kerak. Biz jami nukleidlar holati bor va jami nukleidlar nisbati bo'yicha mana adeninlar nisbati 2, 3, 4, 1 nisbati turibdi. Va birinchi DNKmizda mana bu ishdan kelib chiqamiz mana bundan. Xo'p, birinchi DNKmiz 3x deb olganmiz va uning soni jami 150 ta edi. Shu 3x ichida adenin 1,2x ni tashkil etardi. Demak, adenin o'z-o'zidan 60 ta bo'ldimi? Demak, birinchi DNKmizda 60 ta adenin bor. Ikkinchi DNKmizda 90 ta, uchinchi DNKmizda esa 120 ta, to'rtinchi DNKmizda esa 30 ta. Jami hammasi bo'lib 300 ta bo'ldi. 300 ta adenin bor. Uni 2 ga ko'paytirsak, demak 600 ta adenin bilan timin bor ekan. Jami o'zi bizda 800 ta nukleid bor edi-ku. 4 ta DNKmizda 600 tasi adenin timin ekan. O'z-o'zidan 200 tasi o'z-o'zidan guanin sitozin bo'ladi. 100 ta guanin, 100 ta sitozin bo'ladi. Qoida bor. Jami nukleidlar soniga vodorod bog'larini topish uchun guaninlar sonini qo'shib qo'ysam, vodorod bog'lar soni kelib chiqadi. Ya'ni 800 ta jami nukleidimizga 100 ta guaninni qo'shib qo'ysam, 900 ta vodorod bog'lar soni kelib chiqadi.